Men bir narsani o'ylab qoldim. Mana uylanganimizga ham kimgadir 2 yil bo'ldi, kimgadir 3 yil, kimgadir 1 yil, kimgadir 1 oy bo'ldi. Bu video uylanganlarga. Mana Instagram bor hammamizda. Jonlar sog' bo'lsin, ayollarimizni biz Instagramda uylanishimizdan oldin kuzatadigan bloger deymizmi, qanaqadir bir aktrisa deymizmi, kuzatadigan bir yaxshi ko'rib, sevib emas, prosta qalbga yaqin bo'lganliklari uchun kuzatadigan ayol Instagramchilarimiz bor. Ana o'shalar hattoki menda ham bor edi bugungacha. Bugun shunaqa xayol kelib qoldi. To'xta dedim, men bular nimaga kuzatyapman? Shuni har bir kuzatganimda ayolimni ichidan nima o'tadi degan narsaga to'xtalib qoldim. 2 dona yoki 3 dona bor edi. Bittasi o'sha Shirina degan qiz, yana bittasi klipi yangi ashlamdi, klipiga olmoqchi bo'lib kuzatayotgandim. Uni ham odpiska qilib yubordim bu qiz. Yana bittasi Dog'istonlik Habib Nurmagomedov, meni tog'am deb chiqqan qiz. Shularni prosta kuzatardim, odpiska qildim. Menda qizlar qolmadi. Sizga ham qo'lingizdan keladi bu narsa. Давайте hozir odpiska qilib tashlaymiz. Gazini olsak.